Balonlarini yangi qo'yilindi. Yangi pachka. Umuman yurgani yo'q hali. Salon holatlarini avtokuzov qilgan. Karvil hadovoylarini qilib chiqdi, полностью hamma narsasini qilib chiqdi. Karpetkalarimiz полностью sepilindi. Mana, el spichkada ko'rsatdi yoki faqatgina 4-skorsdan o'taryapti, unisini qildirtirib beraman. Sirazi kartinka peredoklarida hamma narsalarni alishtirib turganmiz. Karvildan. Xudo xolasa hamma narsasi bo'ldi. Bitta yurg'izib ko'raveringchi, yurarmikin. Akkumulyatorlar yangi qo'yganmiz, chexol polilarni yangi qo'yganmiz. Kuzov qismlarini ham qildik. Xo'p, ruchnoy ishlamay, tormozni bosib turib, nuqta bilan tormozni bosib bitta yurg'izib ko'raverasiz. Nolga qaytarib turib. O'zi undan mashina haydamagan shekilli umuman. Ancha bo'ldi. Ha, bo'ldi. Yurg'izib ko'ravering. Ochiq holatda yurg'izavering. Kalt tutqib aka. Xudo xolasa endi mulkda misol uchun sotib yuborsiz ham, minuslaringizni ancha-muncha qoplaysiz. Bo'ldi, yuradi bittada. Chunki akkumulyatorlari ham yangi holatda turibdi. Bo'ldi, mana bu yerdan tuzab turing. Hoppa, endi yurg'izavering. Gaz tugaganda. Bo'ldi. Xudo xolasa aka, o'zingiz yetdi, mashina bo'lib qoldi-da. Qo'y, yo'q bu yoqqa chiqib kelgan. Xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa mashinamiz bo'ldi, tugadi. O'zining egasini topdi. Bu akani men tanimasdim, to'g'rimi? Umuman ko'rmaganman bu akani. Akamiz yutdilar, xolislar ishtirokida. Bundan keyin yana 9 ta Matizimiz turibdi. Gentramiz ham turibdi. Hali tashib chiqmaylar. Bundan keyingisiga qo'shilib olinglar, taksi parkimizga telefon qilib, Matizga qo'shilmoqchiman deb qo'shilib olinglar. Joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.